Texpasport yangi avtomobilga gaz uстановка qilgandan keyin Texpasport zamin bo'ladimi, yo'qmi? Hozirgi kundagi dolzarb mavzulardan biri. Hozir sizga shu haqida to'liq ma'lumot beramiz. Undan oldin esa siz videoga like bosishni unutmang. Hozirgacha internetda ko'rgan har qanday ma'lumotingiz ham to'liq emas. Qo'limda Texpasport, Texpasportimizning 16-bandida gazlashtirilgan hamda davlatga shu uchun 500 ming yaqin pul to'langan. Endilikda bu narsa bekor qilingan. Prezidentimizning 267-sonli qarorlariga binoan 1-noyabrdan 2025-yildan boshlab hamma narsa onlayn rejimga o'tkazilgan. Onlayn rejim qanaqa desangiz, hozir sizga shu haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Siz buning uchun birinchi navbatda Texpasportni olasiz, pasportingizni olasiz hamda o'zingizga yaqin bo'lgan davlat xizmatlariga yoki MyGov platformasi orqali gaz o'rnatish uchun ruxsatnomani rasmiylashtirasiz. Arizani topshirdingiz, ruxsatnomangiz chiqdi. Ruxsatnomani oldim degani bu avtomobilingiz to'liq gazlashtirildi degani emas. Hozirgi kunda internetda siz ko'rib bilib turgan ma'lumotlarning hammasi ham to'liq emas. Bundan tashqari, avtomobilingizni gaz o'rnatishga borgan joyingizda audiodan o'tgan bo'lishi kerak yoki sertifikat litsenziyasi bo'lishi kerak. Onlayn registratsiyadan o'tkazish uchun esa siz gaz o'rnatmoqchi bo'lgan korxona va tashkilotda ana bunday planshet bo'lishi kerak. Ya'ni onlayn registratsiya uchun planshetimizga gaz balloningiz kirgiziladi, Texpasportingiz kirgiziladi, undan tashqari davlat xizmatlaridan olgan ruxsatnomangiz kirgiziladi. Shundagina avtomobilingiz to'liq gazlashtirilgan hisoblanadi. Agarda siz faqatgina davlat xizmatlaridan olgan ruxsatnomangiz bilan yurganingizda, sizni GAI xodimi ushlab tekshirganda faqatgina gaz qo'ydirishga ruxsatnomangiz bor ekan degan narsa chiqib keladi. Bizga keladigan bo'lsangiz, hamma ishingiz bir joydan bitadi. Davlat xizmatlari ruxsatnomalarigacha to'ldirib olib beramiz. Ma'lumot to'liq va foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, yaqin o'rtoqlarga yuborib qo'yasizlar.